Do'stlar, 15-avgust 2026-yil sanasida Ven 100 degan shoptollarimiz do'stlar, yangilik do'stlar, buni ko'ringlar. Ikkinchi yoshli shoptol nechta yuk bor do'stlar, bu bir marta uzildi bozorga. Shoptolning holatiga baho beringlar, bunu qaranglar do'stlar. 350 grammdan 500 grammgacha bo'ladigan do'stlar, hali bu pishgan yo'q. Biz hech mana ezilgan joyini nima qildik mana. Bismillahirrohmanirrohim. Do'stlar, danagachi deydi. Mana shoptoli do'stlar, eksin shunaqasini ekdiydi. Bismillahirrohmanirrohim. Uch zo'roq oling. Xalqimizga ko'rsatamiz. Bismillah. Mazasi bo'yicha o'ta chempion. Bu do'stlar shoptolimizdan shoptol, buni qaranglar. Shoptolning kassasi bo'l. Ven 100 degan shoptoli do'stlar, yangilik do'stlar, bu holatiga baho beringlar. Mana ko'chatlarni ko'paytirib qo'ygan, ikkinchi yoshda qilganini ko'ringlar. 3 tasi 1 kilo kelaveradi do'stlar. Do'stlar, har tanada bor-u 20 kun o'zini bemalol holatiga ushlab beraveradi. Ancha-munchaga mana to'kilmaydi do'stlar, ko'rsatib qo'ying. Buni ko'ringlar do'stlar. Mana bu mazaga e'tiborli bo'ling, mazaga. Shoptolimizdan do'stlar, bankani og'zidan ham do'stlar, o't chiqib ketadigan shoptol mana shu bo'ladi. Bu hali ancha turadi. Barkini ochgan sari aylanaveradi do'stlar, mana uni ko'ringlar. Holatiga. Ko'chatlarga nomerlar qo'yib qo'yaman. Shoptolni hammasini tavsiya qilyapmiz. Hammasini reklama qo'yib boryapmiz. Nomerlar qo'yib qo'yaman. Shoptoldan boqilaman deydiganlar, kimga ertaga, kimga o'rta, kimga kech kerak bo'lsa, bemalol tushishlaring mumkin. Like bosamiz, videoni tashlab yuboramiz, shoptolga kelaveradi. Sog' bo'linglar.